qanaqa son bo'lishidan qat'iy nazar bu yoqda katta o'tgan aniq deydigan bo'lsa. Endi qarang. Bo'yalgan. Chizgan. Mana bu A desak. Qancha bo'yaladi? O'ng tarafi bo'yaladi. O'tgan safar tepa pastmidi? Bu safar o'ng taraf, chap taraf bo'yaladi. O'ng taraf bo'yalgandan keyin minus arc cosinus A dan arc cosinus A gacha. Xullas plus minus ham o'rtasida bo'ladi. Minusdan plusgacha bo'ladi. Masalan, bu yoqda bo'lsa ham baribir minus arc cosinus A dan arc cosinus A gacha. Mana burchini aniqlab olsanglar, все, ish tamom. Tushunarli? Bu yoq o'shancha ustida bo'ladi. Endi masalan, cosinus x nimalarni katta bo'lishiga esingizdan chiqmasin. 1/2 dan. Siz vosita, siz ishlashga o'rganing. 1/2 mana. 1/2 dan qachon? 1/3 minus 1/3 1/3. Shuni o'ng tarafini bo'yayapti. Demak, minus 1/3 plus 2 dan 1/3 plus 2 gacha. Masalan, cosinus x katta yoki minus ildizosi 3/2 dan bo'lsa, mana bu minus ildizosi 3/2 necha gradusda? 30 minus y bo'lgancha 150 bo'ladi. Mana bu minus 5/6 bo'lsa, bu yoq nima bo'ladi? 5/6 bo'ladi. Shundan o'ng tarafga qarang. Minus 5/6 plus 2 dan 5/6 plus 2 gacha. Xullas bitta qilib aytganda o'ng taraf bo'yalsa nima bo'lar ekan? Minusdan plusgacha qarab turadi. Tushunarlimi? Bo'ldi. Xo'p, masalan, cosinus x katta yoki teng 0 dan. Katta 0 dan deylik. Mana 0. Endi bu safar mana 0. Sizlar o'q. Mana 0. Demak, minus 90 gradus bu yoqchi 1/2 o'zimi o'ng taraf bo'yalyapti. X barobar oddiy qavsda minus 1/2 plus 2 dan 1/2 plus 2 gacha. Oddiy qavsda. O'ng taraf bu xosiyatli taraf deydi. Tushunarlimi? Yozib olaylik. Keyin chap tarafga o'rgatamiz.
Bo'ldimi? Demak, o'ng taraf bo'lsa, kosinusli bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bir xil taktika deysiz. Endi qaraylik. Bu yoqni yechib endi. Kichkina adam bo'lgan holatini. Xo'sh. Tangensini akka tangensida faqatgina formulasini, ya'ni yo'nalishini bilaman. O'sha qo'yib bersanglar tushunadi. Xuddi o'tgan safarga o'xshab bunday plus minuslari bo'ladi, bunda bo'lmasdi. Bunda tushunadi. Mana qarang. Kosinus x kichkina a'. Ya'ni xullas qisqaga kelib chap taraf bo'yalsa nima bo'ladi? O'zinglar bunday taxmin qilib ko'ringlar-chi, nima bo'ladi chap taraf bo'yalsa. Masalan, mana a nuqta topdik, mana shu yerdan tushirdik. Chap taraf bo'yaladi. Endi kattadan kichikligiga o'zgarmaydi. Aya minusdan plusga bordik. Endi plusdan minusga. Yo'q, kattadan Hech kichikligiga. oraliqda ko'rgansiz, 5 ta minus 3 yo'q. Kattadan kichikligiga yo'q qoladi. O'shancha o'zgartirishga kesin. Xo'p, nima bo'ladi? Masalan, mana pitasi, qo'l bir tasini mana shu. Nima bo'ladi shu? Fikrlab ko'raylik. Pitasini ushla, minus pitasini ushla tushirishim kerak. Soat sirkasiga qarama-qarshilik narsani ham bor xavotirmaydi. Minus bitasini shu o'yinda shuni 360 dan ayiramiz. Plusligini olish kerak. Pitasini 3 bo'lsa, bu o'shanda 2 pidan ayrilgani bo'ladi o'shanda. Qanaqasiga minus pitasini 3 ga tushirishim mumkin? Bunaqasi bo'lmaydi, chunki kattadan kichkinaga bo'lmaydi. 5 pitasini bo'ladi, 3 bo'ladi. Demak, pi taqsim 3 plus 2 dan 5 pi taqsim 3 plus 2 bitta zo'r gap edi. Xullas, mana bu holatda boya minus pi taqsim 3 bordi, o'shani plusli variant ishlatiladi. Boya xuddi shuni ko'rdik. Bir taraf bir marta plusli ishlatilsa, bir marta minusli. Doimiy mana bu to'chka o'zgaradi. Bunday xuddi shunaqa bo'ladi. Tepadagi to'chka o'zgarmaydi birinchi holat. Birinchi tepadagi holat o'zgarmaydi. Masalan, kosinus x kichkina minus ilzos 2 taqsim 2 dan. Birinchi xayol keladigan narsa ilzos 2 taqsim 2 qachon? 45 minus ilzos 2 taqsim 2 bo'lgandan keyin 180 ayrim mantiqni yo'q topish kerak. 135, ya'ni 3 pi taqsim 4 bo'ladi. To'rtta chizasiz. Mana minus 3 pi taqsim 4 deysizlar, ko'pchilik ushsasiz, lekin bo'yayotganda chap tomon bo'yayapti. Endi 3 pi taqsim 4 ishga haqqi yo'q. Bundan bungacha davom etsin. Nega olmaydi? 5 pi taqsim 4 deymiz. Demak, 3 pi taqsim 4 plus 2 pi dan qanaqa ekan? 5 pi taqsim 4 plus 2 pi ekan. Bu tushunarlimi? Tushunarlimi? Ya'ni bo'yagani plusligini ishlatamiz, xolos. Xo'p, mana shunday holatda bo'ladi. O'zingizlar mana buni yechib ko'rasizmi? Kosinus x kichikayotgan bo'lgan. Kosinus x katta ilzos 3 taqsim 2 dan kosinus x kichkina ilzos 2 taqsim 2 dan. Mana shuni o'zingizlar yechib ko'rasizmi?
past pi minus 2 nomi tepa pi taksi 2 pi plus 2 nomi. Mana ikkinchisi to'g'ri, birinchi va uchinchisi ko'rinibdi. Oxirgi yaxshi. Bu yaxshi. Bu ham yaxshi. Nechi? Past pi. Shuni tushuntirgan. Zarfalik ham so'zlar. Başka iki tasın. Yaz. Problema, sim. Nur hakkı var. Kurşun üstünde nur. Sina tepesinden pas veriyor. Endi bu nur gradiyentini просто qiymatlarini olish. Endi qatira bo'yin, shakini o'ngga bo'yin. Tepa qaysi? Yozib qo'yish. Past qaysi? Yoki yozib minus 5 taksi kelib yozib. Yoki pidan pi taksini ayirasiz. Pi taksini ayirasiz. Qaysini tushunamiz? Yozib x barobar 115 grad. Plus 2 nokta 3 pi taksim 2 Ben bu okul boyu çıkarım, fakat ben bu okul boyu çıkarım. Orta nurda, o'ng tarafida bo'ladi. Mana bularda bo'ladi. Bundoq o'tkazasiz. Ikkita nuqta ham belgilangan. Qaysi nuqtada? Qancha yoshlarsiz ketgan bo'lasiz, ko'rsangiz? Pitasım 6'da. Pasımda o'z qatini bo'yayotgan zarni bor, sizga keyin keladiz ishlatamiz. Minus pitasım 6. Yo'q, minus. Xo'p, 10 ga bo'yingizni chaqirmang. Bundan nimagacha? Minus pitasım 6. Mana shuncha yozib.
tahlilchisini Odil o'zi yo'q, Abdulla o'zi yo'q-da, o'rgatib qo'yadi. Ikki bo'yicha biza gap o'ylaymiz yo'q, futbol o'ynaymiz. Ikki bo'yicha qo'ymaydi. O'zingiz kiyinmasak, o'zingiz bemalol o'zingizdan ishlatib jo'raysiz. Hozir tangingizni katangiz ko'rsataman. Yaralarını yaralı Tarzan har hayotga qo'shilamayapti. Yaxshi to'g'ri hazır. Bizde bo'yamay qoldilar. Yaxshi. Endi tangingiz va katangizdan ko'ramiz. Hali ichki qilgan boshqa varovatlar ham o'zingiz ishlaysiz, eksperiment. Ular chunki sinusda ko'rdinglar, xuddi o'sha sinusda bo'lgan holat o'zingiz endi. Tangingiz yaxshi tomoni tangingizda bir holat bo'ladi. Tangingiz vaziyatni ikkiga bo'lib ishlatadi. Mana tangingiz o'qi bilan tanishinglar. O'zi tangingiz o'qi qayerda bo'lgan? Tangingiz o'qi mana biz sinus chizamiz. Sinus kosinus o'qi. Mana. Mana sinus o'qi, mana kosinus o'qi bo'ladigan bo'lsa, tangens o'qi shu nuqtaga parallel o'tgan nuqta bo'ladi. Mana to'g'risi bo'ladi. Mana tangens o'qi deyiladi. Ikkinchi y, ya'ni mana birdan o'tadi y. Endi bu uchun 1 emas, bu uchun 0 hisoblanadi. Tepaga chiqib olgan sari 1 bo'ladi, 2 bo'ladi, ketaveradi. Pastga tushgan sari -1 bo'ladi, ya'ni mana to'g'risi -2 bo'ladi. Xuddi y o'qi mana shu shakllangan. Bu yoqqa surib qo'yilgan. Tushunarlimi? Endi tangens x masalan katta A dan bo'ladigan bo'lsa, masalan A bizda musbat son bo'ladigan bo'lsa, mana qarang. Katta A dan deganda o'zi atak farqi yo'q. Qaysi A dan bo'lishidan musbatmi, manfiymi, qat'iy nazar biz prosta formulani chiqarish uchun yozamiz, qarang. A dan boshlab tepaga qarab qo'yamiz. Chunki A dan kattadir, tepaga qarab ketadi. Mana bu nuqta, mana shu nuqta birga aylanadi, ark tangens A ga to'g'ri keladi. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, minus bo'ladimi, plus bo'ladimi, ark tangens A ga to'g'ri keladi. Demak, x barobar, qaranglar, har doim tangens sondan katta bo'lsa, ark tangens A plus xo'p. Bundoq bo'ladigan bo'lsa, bizda 2 dan bo'lish kerak. Mana bu yoqqacha bo'ladi. Har doim mana bu yog'igacha bo'ladi. Chunki bu yog'i shu bo'sh to'pdan bo'lib ketadi. Ya'ni mana qismi bo'yadi. Ya'ni pi taqsim 2 plus 2 gacha bo'ladi. Lekin bitta narsani bilib qo'yinglar. Pi taqsim 2 plus 2 da hech qachon kirmaydi. Hech qachon kirmaydi. Masalan, 40 -45 -60 boshqa balobatlar bo'lishi mumkin, lekin oxiri pi taqsim 2 plus 2 da yo'qoladi. Qanchalik tangens noldan A'dan katta bo'lsa. Tangens A'dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu narsa mana bunda ko'rinadi. Bundoq bo'ladigan bo'lsa, mana tangens masalan A mana bu bo'lsa, pastga bo'yaladi. Mana joy bo'yaladi. Mana bu nuqtadan toki shungacha bo'ladi. Bu nuqta minus pi taqsim 2 plus 2 dan bu ham kirmaydi. Nimagacha bo'ladi? Ark tangens A plus 2 gacha bo'ladi.
Endi mana bunday bo'lsin. Ya'ni holat bir xil. Bir marta u yoqqa o'tib turadi, bir marta u yoqqa o'tib turadi. Tushunadingmi? Yaxshi yozib qo'yinglar, hozir bunga misollar bilan. Ha? Chap tarafda bo'lishi anni bo'ladi. O'tirmaydi. Katangizda bo'ladi, mana bu. Shuni har doim o'rtagacha boradi-da, o'rtaga boradi. Siz o'rtaga boradi. O'rta ikki tarafda ushlaydi buni. Rozmawiam?
2p masalan 2n deganda mana shuni to'g'rilab qo'y. Arctangensini. Arctangens o'zini to'g'rilab, yo'q, arctangensdan mana ham ekan. Ikkalasidan p ekan. O'shda o'zim sal o'yladim. Mana p bo'ladi, 2p emas. Mana shundan to'g'rilab qo'yish. Bo'ldimi? Biz bo'lgan misollardan qo'llaylik. Ko'rib? Qarang. Tangens ko'p. Tangens masalan x plus p taqsim 6 topkelayotgan 1 taqsim x osti 3 ta. Bu yoqda mana bu holatga tushadi. Ya'ni x barobar arctangens 1 taqsim x osti 3 plus pn dan p taqsim 2 plus pn gacha. Faqat qolipiga tushirib bersanglar bu. Bu p taqsim 3 bo'ladi, p taqsim 6 bo'ladi, plus pn dan p taqsim 2 plus pn gacha bo'ladi. Bu. Shuna. Masalan, ha? X plus p taqsim 6. X plus p taqsim 6. X Voy, buni p taqsim 6 bor. Darrov tushunib keraklar ustidan. P taqsim 6. X o'ziga qarab ketdi. Ayirishga o'tkazamiz mana buni ichga. X barobar p taqsim 6 p taqsim 6 ni aytsam 0, demak davrda o'zi qoladi. P taqsim 2 da p taqsim 6 ni aytsam p taqsim 3 plus p. Bo'ldi. Mana shunday holatda qoladi. Ikkinchisi paqasdan. Ha? Ikkinchisi paqas. Mana buni. Nega? Chunki mana ikkita nuqta teng bo'la olmaydi-ku. O'sha ikkita nuqta bo'lganligi uchun. Xo'p. Demak, tangens mana shu bo'ladi. Tangens 3x plus 4 kichkina 2 dan deylik, katta 2 dan emas. Mana bunga qo'yamiz. 3x plus 4 kichkina 3x plus 4 barobar, qaranglar, oddiy qavsda mana bunga qo'yamiz. Minus p taqsim 2 plus pn dan arctangens 2 plus pn gacha. Endi 4 da ayirishib 3 deb bo'laveramiz. 3x barobar minus 4 minus p taqsim 2 plus pn minus 4 plus arctangens 2 plus pn. Bu 3 ga bo'lib olsak tushadi. X barobar minus 4 taqsim 3 minus p taqsim 6 plus pn taqsim 3. Bu yog'i minus 4 taqsim 3 plus arctangens qaranglar 2 taqsim 3, 2 taqsim 3 emas, arctangens bilan taqsim plus pn taqsim 3. Bo'ldi, mana shu holatda bo'ladi. Yo bu holatga qo'yasizlar, yo bu holatga qo'yasizlar bo'ladi. Tushundingmi? Все. Yaxshi. Yozib qo'ydim misollarni, keyin kitobda misol aytamiz. Hamada bormisizmi? Hozir boshini ko'tarib yozsiz.
Hisob. Bo'ldimi? Yaxshi, Usmonovdan berib misollarni keyin aniqlaymiz. Xo'p, birinchi misoldan 5 ishlaydi. Birinchi misoldan 5. Xo'p, birinchi misoldan 5, ikkinchi misoldan 7. 86'dan. Birinchi misoldan 5, tushunarlimi? Birinchi misoldan 5, ikkinchi misoldan 7, to'rtinchi misol ishlaymiz. Beshinchi misoldan 5, 6, 5, 6, oltinchi misoldan 7. Oltinchi misoldan 7. Tangiz ko'rasiz. Ha? Tangiz. Katangiz. Evet. Bu 90 gradusga yana bitta 45 gradus qo'yamiz. Shunda 135
minus x az ikkitasi bu yoqda bo'ladi. Minus x az ikkitasi bu. Ikkitasi bu. Yo'q, bu izosi ikkitasi bu yoqda emas, bu yoqda bo'ladi. Minus izosi ikkitasi. Mana ham x o'qib, minus izosi ikkitasi bu yoqda bo'lsa, bu minus bo'ladi.